Duogo'ylarim duosi bilan anchadan beri duolarimda so'rayotganim kafe ochish haqida qilgan niyatlarim amalga oshishiga bir bahya qoldi. Shu duo sabab Turkiyada tanishib, qadrdonimga aylanib ketgan Malika opam bilan Toshkentga qarab yo'l oldik. Bir kun eslaymiz. Shu kunlarni. Deymiz. Rejalarimiz esa shirinliklar pishirib, mehmonlarimizga taqdim qilish va buning uchun eng chiroyli, eng zo'r joydan kafe ochish edi. Shu kafe uchun joy qaragani bordik Toshkentga. Xullas, xayollarimiz og'ushida uchib, qanaqa Toshkentga kelib qolganimizni bilmay qolamiz. Va kelib, to'g'ri Xolisaxon onamizni ziyorat qilib, duolarini olgani bordik. Xolisaxon onam eng eski kuzatuvchilarimdan birilar va men uchun qadrli insonimlar. Ularni juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Duolarimizni olib bo'lib, kafega joy qarash uchun birinchi bo'lib HC Mallga bordik. Ko'rkam, shinam va juda katta ko'ngilochar markazi qurishibdi. Qalaysiz, yaxshimisizlar? Toshkentda yuribman Malika opam bilan. Yangi ochilgan joydamiz. Toshkent zo'r rivojlanib, mashallah. Ko'nglimdagi deyapti hammasi. Bu yerdan chiqib esa Chorsu bozoriga qarab yo'l oldik. Va albatta ovqat bozoriga kirdik. Jiyanim Safiyanur esa menga qarab hayron. Turkiyada ovqat yo'q shekilli, bechora xolam deb qarab turgandek edi. Chorsuga kelib xonim yemasam bo'lmas edi mazza. Вообще mazza. Qorinni to'ydirib bo'lib, Yunusobod galereyaga keldik. Bu yerda ham kafega mos joy qarash edi niyatimiz, ammo hali ochilmagan bo'lgani uchun ko'p ham aylana olmadik. Uning markaziy lokatsiyasi keng joyda ekan, atrofi ham gavju mahallalarga to'la bo'lgani diqqatga sazovor edi. Впервые в Средней Азии торговый центр со своей галереей. Ассалам алейкум, дорогие друзья. Вы только посмотрите, что за красоту построили в Ташкенте. Также у нас будет своя оранжерея, где у нас будут цветы, кустарники. Огромная парковочная территория, ребята. Uzr, real estate oka, gapingiz yarim to'xtab ketdi. Xullas, charchab, bir finjon qahva ichgani kirdik Malika opam bilan. Qahva boxona, suhbat esa shohona edi. Hudud bilan tuzalgan dasturxon va shohona shirinliklar, taomlar restoranga yoki kafega mansub emas. Bu meni juda ham mehribon bitta singlim o'z uylariga mehmonga chaqirgan edilar. Mazza qilib mehmondorchilikda o'tirib kelib, keyin otelga borib, Toshkentga olib kelgan buyurtmalarimni obzorini video qilib oldim. Tak, vitamin zakazi borlar. Keldi, D3 vitamini ham, mana bunaqa D vitamini ham keldi hammasi. Minirsa, anekdotlari qolganlar har xil mana aynan suv kasalliklar uchun qolganda detskiromonda qaytib qo'yganman. Yaqinlashdi, praktikan o'tirganligi keldi, buyurtmalari. Har xil boshqacha trendlar hammasi keldi bilan. Ertasi kuni kunimizni yana duodan boshladik. Bu safar Muqaddasxon onamizni ko'rgani va duolarini olgani bordik. Bahonada Dilnozakenayam, Solih opam, Mohirali bilan ko'rishib oldik va mazza qilib xonim yedik, xonim tayyorlashgan ekan. Duolarni olib bo'lib Tashkent City Mallga qarab yo'lga tushdik. Yetib borishimiz bilan chiqillatib bitta fotograf bizani rasmga tushirib tashadi. Bu bepul deb o'ylasa, yo'q buni palon pulga bizga sotdi rasmchi, lekin rasmlarimiz chiroyli bo'lgani uchun mayli deb u ham tirikchilik qilyapti deb sotib ola qoldik. Keyin esa turklar aytgandek ishimizni bakalım dedik va targ'ibot sentri ichini kirib aylanishni boshladik va bu yer ham bizani ko'nglimizga o'tirdi deb ayta olaman. Borgan paytimiz Navro'z bayrami yaqinlashib qolgan bo'lgani uchun milliy ravishda bezatilgandi hamma yoq, lekin juda ham yoqdi. O'zimizning milliy an'analar usulida bezatilgan interyer va udumimizga xos o'yinlar namoyish qilinayotgan edi. Xullas, bu yerdan ham ko'nglimiz to'q bo'lib ayrildik. Bo'sh do'konlar hali ham bor edi va xudo xolasa balki nasib bo'lsa shu yerdan joylarimizda yo'limizga chiqdik. Yo'lda Haji bilan ko'rishdik. U ham как раз Toshkentda edi va ish masalasida ba'zi narsalarni maslahatlashib oldik. Kechga yaqin Shevchenko ko'chasiga bordik. Shevchenko ko'chasi ham kafe ochish uchun eng zo'r va zamonaviy ko'chalardan biri. Shaxsan o'zim ham shu yerni juda yaxshi ko'raman. Bu yer mazza qilib aylanib, keyin esa restoranlarda mazali taom tanovul qilish va kafelarda shirinliklardan bahramand bo'lish uchun imkoniyati bor bo'lgan eng chiroyli va shinam joylardan biridir. Keyin esa shifoxonada yotgan onaxonimiz Malika opamlarni oilalarini ko'rib, ularni ham duolarini olib chiqdik. Ertasi kun esa Selmun ko'ngilochar markaziga bordik. Bu yerda ham ancha do'konlarni ko'rib chiqdik. Anhor bo'yiga joylashgan ushbu ko'ngilochar markazi ham juda ko'nglimizga o'tirdi desam xato bo'lmaydi. Endi qaysi do'konni olsa ekan deb qarab, qaror bera olmasdan yo'l-yo'lakay Beknazarning ofisiga kirib, qaytishga bilet surishtirib chiqdik. Bu ishni faqat Beknazarga ishonib topshira olamiz. Biletni taqdim qo'ygandan keyin yana bir joyga mehmonga bordim. Chiroyli dasturxon va juda ham shirin suhbat bo'ldi. Ertasi kuni ertalabdan esa O'rikzor bozorini aylangani bordik. Bozor baribir mazza joyda aylanib kerakli narsalarimizni xarid qilib, baribir tomosha qilgani to'ymasdan hali u kerak edi, hali bu kerak edi deya bozordan hamma kamchiliklarimizni olib, yana yo'lga tushdik. Yo'l-yo'lakay
hammamizdan osh yegimiz kelgan ekan. Osh markaziga borib, o'zimizni oshdan qo'ymasin. O'ldirsa ham osh o'ldirsin, to'ydirsa ham osh to'ydirsin deb osh yegani kirdik va mazza qilib tamaddi qilib bo'lganimizdan keyin esa bir joyda yana bitta joy chiqib qoldi kafe uchun. O'sha yerda tomosha qilgani bordik. Bu ko'rgan joyimiz Novza masjidi yonida joylashgan eskidan bank bo'lgan joy ekan. Keng, shinam, toza joy ekan. Bu yerda ham ko'rib galochkaga olib qo'ydik va yo'limizda davom etdik. U yerdan chiqib Chorsu bozoriga bordik. Mazza qilib aylandik. Ayniqsa milliy kiyimlarimizning go'zalligi ko'z qamashtiruvchi edi haqiqatdan. Qo'l mehnatini juda ham hurmat qilaman. Ayniqsa bunga faqat qo'l emas, ko'z ham juda ham qattiq mehnat qiladi. Shuning uchun bu kiyimlar o'zining narxiga mos. Ayniqsa men bu do'ppini rosa yoqtirdim, lekin ola olmadim. Ko'nglimni do'ppiga tashlab qo'yib, bir onaxonimizning da'vatlariga ijobat etdik va ularning ham duolarini oldik. Hamma onaxonlarimizning duolarini olib bo'lib qaror berdik va bitta lokatsiyani tanladik. Yaqinda Toshkentda juda ham ajoyib va yangicha usulda tayyorlanadigan shirinliklarimiz bilan mehmon qilish niyatimiz bor. Sizningcha qaysi lokatsiyadagi kafeni tanladik? Taxmininglarni kutib qolamiz.